Assalomu alaykum balalar. Va alaykum assalom. Mening ismim Ali. Hozir men sizlarga iymonning 6 shartidan biri bo'lgan payg'ambarlarga ishonishni so'zlab beraman. Payg'ambarlarning go'zal fazilatlari bor. Payg'ambarlar kelishgan, aqlliq, axloqliq, ishonchlik, rostchil, bilimlik, jasur insonlar. Ularda xoinlik, dötlik, aldamchilik, ahli kamtuklik, pixsiqlik, qo'rqinchoqlik, bilimsizlik, hasadxo'rlik, takabburlik, riyoxo'rlik, soxtpazlik, oshko'zlik qatorliq nachar sifatlar mavjud emas. Oqsoqchilik, ama gasqachilik qatorliq jismoniy kamtuklikmi mavjud emas. Ularning husni jamoli go'zal, tegi takti pok, ro'shanki butkul payg'ambarlar go'zal husni jamol, isil fazilatga ega mukammal insonlar. Birisi kelyotidi-ku. U kelayotgani Abu Ayyub. Vaq qara, Ayyub sulton yana chiqdi. Shundoq. Assalomu alaykum. Va Va alaykum assalom Abu Ayyub. Qarshi olamiz. Rahmat. İmanның şartlarından biri bo'lgan payg'ambarlarga ishonish haqida paranglashib o'tdik. Bu haqda sening bizni texnik ko'p ma'lumotga ega qilishingni umid qilamiz. Albatta, barliq payg'ambarlarning eng ulug'i, eng fazilatligi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdir. U olam shumul, ya'ni butkul insoniyatga avatilgan oxir zamon payg'ambari. Uning shariati qiyomat kunigacha davomlashadi. Şeriat hükümlerini öz içine olgan muqaddas kitabımız Kur'an-ı Kerim bütkül insan ve cinlarga rehber kılıp evetilgen. Bütkül insan, cinlar peygamberimizden ümmeti. Ayyub, başka peygamberler hakkında mı ma'lumot bersen? Peygamberimizden burunqi peygamberler fakat bir kabile yoki bir rayonga evetilgen. Lekin peygamberimiz bütün insaniyetga evetilgen. Peygamberimizden keyin hech qandaq bir payg'ambar, hech qandaq bir kitob yoki hech qandaq bir dinmi kelmaydi. Alloh taolo o'tmishda butkul millat va qabilalarga payg'ambar avatgan. Payg'ambar avatmagan hech bir yer qolmagan. Ammo bu qabila millatlardan ba'zilari payg'ambarlarni tasdiqlab qutulgan, ba'zilari inkor qilib ishonmagan. Bu insonlar vaqtning o'tishi bilan o'ziga kelgan bir ilohlik dinni tark etgan yoki o'zgartirib etgan. Buning natijasida halok bo'lgan. Bu sababdan hech qanday o'zgartirilmay saqlanib qolgan yagona kitob Qur'on, yagona din Islom qiyomatgacha mushundoq bo'ladi. Mening kallam ilişip ketdi. İmanның 4-nji şerti peygamberlerge iman etiş emesmidi? Demekçi bolğunum, hemme peygamberlerge. Shundoq. Hamma payg'ambarlarga iman etish kerak. Qur'oni Karimda 25 payg'ambarning ismi tilga ilingan. Men bu 25 payg'ambarning hammasining ismini deya olmayman. Birinchi Odam alayhissalom, tunji payg'ambar va tunji inson. Ikkinchi Odam alayhissalomning o'g'li Idris alayhissalom, uchinchi Nuh alayhissalom, to'rtinchi Hud alayhissalom, beshinchi Solih alayhissalom, 6. İbrahim aleyhisselam, 7. İbrahim aleyhisselamның tuqqini Lut aleyhisselam, 8. İbrahim aleyhisselamның oğlu İsmail aleyhisselam, 9. İbrahim aleyhisselamның yana bir oğlu İshaq aleyhisselam, 10. İshaq aleyhisselamның oğlu Yaqub aleyhisselam, 11. Yaqub aleyhisselamның oğlu Yusuf aleyhisselam, 12. Ayyub aleyhisselam, 13. Şuayb aleyhisselam, 14. Yahudilarga avatilgan Musa alayhissalom, 15. Musa alayhissalomning inisi Harun alayhissalom, 16. Yahudilarga avatilgan Davud alayhissalom, 17. Davud alayhissalomning o'g'li Sulaymon alayhissalom, 18. Yahudilarga avatilgan İlyas alayhissalom, 19. Yahudilarga avatilgan Eliyasa alayhissalom, 20. Zulkifil aleyhisselam, 21. Yunus aleyhisselam, 22. Yahudilarga avatilgan Zakariya aleyhisselam, 23. Zakariya aleyhisselamның oğlu Yahya aleyhisselam, Yahudilarga shuncha ko'p payg'ambar avatilganligini bilib oldik. Lekin Yahudilar o'ziga foydali deb qaramaganligi uchun bu payg'ambarlarga ishonmadi. Hatto Zakariya aleyhisselam bilan uning o'g'li Yahya aleyhisselamni o'ldirdi.
24-ci İsa alayhissalom. U asli Yahudlarga evatilgan bir payg'ambar. Yahudilar İsa alayhissalom va aqidasiga ishonmadi. Bu sababdan İsa alayhissalomga ishonganlar İsavi, ya'ni xristianlar deb ataldi. Vaqtning o'tishi bilan xristianlarmo Hazrati İsa'ning o'rgatganlarini unutib, o'zgartib etdi. Shuning bilan kunimizdagi xristianlik paydo bo'ldi. 25-ci payg'ambarlarning eng oxirgisi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Barlıq peyğəmbərlər yuqurqılar bilanla tügüməydi. Qur'onda ismi yazılmagan, isimleri unutulgan minglarcha peyğəmbər var. Onundan başqa Qur'oni Karimda ismi bo'lgan Luqman, Uzayr, Zulqarnaynni ba'zi olimlar payg'ambar desa, ba'zilar Allohning solih bandalari deydi. Undaqda biz peyğəmbərlərini qandaq tanıyımız? Bir insanның peyğəmbərligi qandaq bilinidi? Peyğəmbərlərin normal insanlardan fərqlənən alayidligi nima? Payg'ambarlarni boshqa insonlardan ayirib turadigan 5 xil alohidligi bor. İnsanlar ularning bu alohidligiga qarab, ularning payg'ambar ekanligini bilalaydi. Birinchisi ismat, ya'ni gunohsiz. Payg'ambarlar gunohsiz. Alloh taolo payg'ambarlarni cho'ng-kichik gunohlar, sherik kufrlardan qo'g'daydi. Payg'ambarlar gunoh qilmaydi. Gunoh qilmaslik faqat payg'ambarlarga xos. Ikkinchisi omonat. Bütün payg'ambarlar ishonchlik va hurmatga sazovar. Masalan, bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lishdan burunla kishilar orasida hurmatga sazovar edi. Hamma odam uning rostchilligiga ishonatdi, uni yaxshi ko'ratdi. Abu Jahilmo uning yolg'on so'zlamaydiganligini aytgan, hatto uningga dushman bo'lib turibmi, bir yerga bormoqchi bo'lsa, qimmatlik buyumlarini Allohning payg'ambariga omonat qiladigan bir turkum kishilar bor edi. Bu sababdan Allohning payg'ambari Makkadan Madinaga hijrat qilganda o'ziga askilik qilgan, o'ltirishga uringan Makka mushriklarning omonatlarini egisiga qaytarish uchun Hazrati Alini o'zining o'rniga qo'yib ketgan edi. Nima degan gap bo'ldi endi? Ular sana dushmanlik qilsin, sen qopib ularning omonatlarini qaytarish uchun saqla. Jahonda bundaqmi ish bo'lamdi? Ehcan sen amanat haqida nima bilatding? Ben sana aslini amanat qo'ysam 1 minut musaq qo'ymaysan. Hasal dedingmi? Hasalga toqat qila olmayman, yeb ketaman. Menga hargiz hasal masal omonat qo'yma. Sizlarning qat-qatlig'inglardan diqqatim chechildi. Do'stlar, gap qilmay anglayli-chi. Üçüncüsü sıdık, yani rastçıl duruz. Peygamberler din ve dünya işlerinde rastçıl, samimi, durustur. Ular hergiz yalgan gap kılmaydı. Peygamberler paydasız söz hareket kılmaydı. Kişilerini meskiri kılmaydı. Gayvet kılmaydı. Dördüncüsü fetanet. Peygamberler bütün insanlardan akıllık. Peygamberler nadan, kopal emas. Peygamberler naiti edeplik, naiti dostane. Beşincisi tebliğ. Allah Taala'dan kelgen vahiyni aslisi boyunca başkalarga bildiriş. Peygamberler vahiyni kişilerden yoşurmaydı. İnsanlardan yiraklaşıp yalğız yaşamaydı. İnsanlar bilen arlaşıp ularga yardam kılıdı. Ular bilen sözleşip almon qilishidi. Peygamberlermi insanlarga o'xshash, o'ylik, o'choqlik bo'lib, farzandlik bo'ladi. İnsanlarni yaxshi ko'rdi, salom berdi. Bolalar, peygamberler insanlarni o'z farzandidek yaxshi ko'rdi. İnsanlar uchun foydali narsalarni orzu qiladi. Afsuski, insanlarning bir qismi peygamberlarning bu sevgisini tushunmay, ularni düşman ko'rdi. Peygamberler ümmetini rastınla şundaq yaxshi ko'ramdi? Şundaq yaxshi ko'rdi. Peygamberlerning ümmetiga bo'lgan shafqati bir onaning avlodiga bo'lgan shafqatidanmi kuchli. Undaq bo'lmasa, Peygamberimiz o'ziga tosh atgan toifliklarga, "Ey Rabbim, bu kishilar bilmaydi. Sen ularning bu qilmishini kechirgin. Men ular ustidan da'vogar emasman" deb duo qilmagan bo'ladi. Şübhəsiz ki Allah Teala peygamberlerinin duasını şərtsiz icabət qılıdı. Əgər peygamberimiz taifliklarga beddua qılğan bolsaydı, bütkül taif xalqı halak buladı. Lekin peygamberimiz taif xalqiga beddua qılmadı. Əksicə taif xalqının haqni düşünüb
o'zligidan hidoyatga kelishi uchun Rabbimizga yalvirdi. Taif xalqi payg'ambarimizga qilgan eskilikni agar bizga qilgan bo'lsa, biz cho'qim ularga beddua qilgan bo'lardik. Biz ba'zida kichikgina bir ish tufaylidan ochiqlanib beddua qilamiz emasmi? Payg'ambarlar insonlarning yomonligini orzu qilmaydi. Endi daqiqinglar. Sizlarga degan so'zlarimdan keyin menga payg'ambardan shafqatlik bir kishini ko'rsatib bera olamsizlar? Ha, tugidimi? Yaxshi so'zlab beryapti. Tugimadi, ammo men bir narsani qo'shimcha qilay deyman. Hamma payg'ambarlar yuksak axloq bilan yaratilgan. Ularda xoinlik, aldamchilik, aqli kamtuklik, pixsiqlik, qo'rqinchoqlik, bilimsizlik, hasadxo'rlik, ochko'zlik, takabburlik qatorliq nachar illatlar yo'q. Oqsoq cho'loq, gazqacha, ama, miyib majruhlik qatorliq jismoniy kamtuklikdan xoli. Ularning husni jamoli go'zal, tegi takti pok. Balalarım, shunday qilib imonning 4-sharti bo'lgan payg'ambarlarga iymon etishni o'rganib oldinglar. Efendim, ben sizlerge qanday rahmet etishni bilmeyaptım. Bizge shunday yaxshi ma'lumot berdinglar. Rahmat aytishni o'ylasang, oxirida aytqin. Chunki yana ko'rdigan qismlar bor. Bo'ladi, undaqda davomlashtiraylik. Ko'tildimisan, davomlashtiramiz. Og'zingni yum, atqach baqa. Bo'ldi, davomlashtiraylik.